Xo'sh, sizga bir narsani ko'rsatishim kerak. Bu 1962-yilda qurilgan yadro reaktori, kelajakning atom elektrostansiyasi. Lekin bu shunchaki yadro reaktor emas. Bu reaktor bugungi kunda ba'zi uylarimizni elektr bilan ta'minlaydigan yadro elektrostansiyalaridan ko'p jihatdan farq qiladi. Eng asosiy farq elektrni ishlab chiqarishda ketadigan yoqilg'ida hisoblanadi. Bu yadro reaktori elektrni yadro chiqindilaridan ishlab chiqaradi. Yadro chiqindilari qandaydir yadro chiqindisi? Men yadro chiqindilarini o'ylaganimda ko'zim oldiga sariq bochkalardagi klassik porlab turgan yashil suyuqlik keladi. Bu radioaktiv moddalar yoqilg'i ishlatib bo'lingandan keyin qoladigan narsalar hisoblanadi va ular o'ta ham xavfli hisoblanadi. Biz doimo yadro chiqindilari haqida bahslashamiz. Biz aytamiz, yadro energiyasidan umuman foydalana olamizmi? Chunki oxirida mana shu yadro chiqindilari qoladi va ularni qayerga qo'yishimiz kerak? Masalan, mani uyimga qo'yishlaringga ruxsat bermayman. Va qanday qilib ularni to'g'ri saqlash mumkin? 1960-yilda aynan shu musirlarni elektr energiyaga ajratish uchun texnologiya yaratilgan va aynan shu xuddi o'sha paytda mana shunday bashorat qilingan. Biz bu texnologiyadan foydalanib, ajoyib toza energiya kelajagini quramiz. 2000-yilga borib mamlakat elektr energiyasining yarmidan ko'pi atom manbalaridan keladi. Lekin afsuski, bugun biz bu narsaga umuman yaqin emasmiz. Ya'ni hozir yadro chiqindilarini qayta ishlab chiqarmaymiz. Aksincha ular faqat yig'ilib qoladi. Lekin agar ushbu texnologiyani qo'llaydigan bo'lsak, yadro chiqindilari prosta turadigan, pul sarflaydigan narsa emas, balki yashil energiya sifatida ishlatishimiz ham mumkin. Ular shunchaki xavfsiz saqlanishi uchun pul yetib o'tiribdi. Biz texnologiyani doimo oldinga siljiydi deb o'ylaymiz. Lekin bu hikoya energiya kelajagimizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan texnologiyani qanday qilib tashlab ketganimiz haqida. Demak, bu video nima haqida? Yadro chiqindilaridan ishlatishimiz mumkin bo'lgan elektr energiya, bizdan tortib olingan kelajak va hozirgi paytda bundan ham muhimrog'i, xuddi o'sha kelajakni qayta qurishga harakat qilayotgan insonlar haqida bo'ladi. Let's go. Yadro chiqindilari, yadro chiqindilari muammosi, yadro energiyasi xavotiri, chiqindilardan gazlar tarqalayotganligi, cheksiz energiya. Bizga toza energiya kerak, shaharning energiyasi bilan ta'minlaydi. Biz yangi dunyo reaktorini ishlab chiqyapmiz. Mana shu videoni bir marta ko'ringlar. Biz hozir Argon bilan AQShdagi mavjud yadro chiqindilarini qayta ishlash haqidagi yaqindan ishlayapmiz. Ishlatilgan yoqilg'i mamlakatni keyingi 150 yil davomida energiya bilan ta'minlash uchun yetarli. To'xtab turing. 150? Faqat AQShning o'zi mamlakatni keyingi 150 yil davomida energiya bilan ta'minlash uchun yetarli ishlatilgan yoqilg'i bor. Yetarli ishlatilgan yoqilg'i. Bular yadro chiqindisi haqida gapiryapti. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini 150 yil davomida elektr energiyasi bilan ta'minlashi mumkin. Geometral energiya bilan Yer sayyorasini minglab yillar davomida ta'minlash mumkin bo'lgan agar biz Yer ichidagi barcha energiyani chiqarib olsak. Bizda buni amalga oshiradigan tijoriy obyekt hali yo'q, lekin texnologiya mavjud. Mutaxassislar aniq yil soni haqida turlicha fikrda, lekin ular rozi. Bizda mavjud yadro chiqindilari hozirning o'zida katta elektr energiya manbaini olishimiz mumkin yadro chiqindilaridan. Lekin bu bundan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin. Birinchidan elektr energiya olishimiz mumkin. Ikkinchidan agar yadro chiqindilari qayta va qayta ishlanadigan bo'lsa, ularning zararlilik jihati kamayadi. Ya'ni uzoq ushlab turish shart bo'lmay qoladi, ya'ni millionlab pul bekordan bekorga sarflanmaydi. Asosiy muammo texnologiyada emas, balki xarajat va global siyosatda. Endi shu joydaman, yadro energiyasidan qanday qilib elektr energiya olinadi, shuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Aslida siz ishlatayotgan elektr energiyasi deyarli hammasi quyosh energiyasidan tashqari turbina aylanishidan keladi. Bu sehr. Ko'pincha elektr stansiyasi ichida aslida siz qilayotgan narsa suyuqlikni bug'ga aylantirish uchun qizdirish va bug' bilan turbinani aylantirishdir. Buni qilishning eng keng tarqalgan usuli yonda biror narsani yoqish. Bu qazilma yoqilg'idir. Lekin siz yerning o'zi qizdirgan suyuqligini ham ishlatishingiz mumkin. Bu geotermal energiya hisoblanadi yoki maxsus jinslar ichida atomlarni bo'lish orqali juda issiq qilish mumkin. Bu yadro energiyasi. Va aynan shu o'sha mashhur modda uran hisoblanadi. Uran 235 uran. Lekin tabiiy uranning juda kichik qismi, 1% dan ham kamrog'i yadro reaksiyasini davom ettira oladigan bo'linuvchi turdagi urandir. Bu uran 235. Bu raqam atomdagi neytronlar sonini bildiradi. Shuning uchun odatda uran boyitish deb atalgan jarayondan o'tadi. Ya'ni kamroq foydali 238 dan ko'ra ko'proq uran 235 ni hosil qilinadi. Bu jarayon tugagandan keyin esa siz ishlatib bo'lgan uran atiga mana shuncha ko'rinishga kelishi mumkin. Ya'ni barmoqning uchiday bo'lishi mumkin. Shu joyda bir narsani iltimos qilib qolaman. Ushbu videoni ko'rib bo'lganlaringdan keyin Instagramga, TikTokga va YouTube'ga kirib turib, meni akkauntimga podpiska bosib qo'yishlaringni iltimos qilib qolaman.
Argonda ko'rganimizdek uzun metal novdalarga joylashtiriladi va keyin yadro reaksiyasi boshlanadi. Siz bir nechta erkin atomlarni uran 235 ga yo'naltirasiz va kichikroq, juda beqaror atomlarga bo'linadi hamda jarayonda yana bir nechta neytronlar chiqaradi. Ular esa yaqin atrofdagi boshqa uranlarga uriladi va yana ham ko'proq bo'linishlar yuz beradi. Atomlarning zanjir reaksiyasi. Va har safar ular bo'linganda ozgina massa energiyasi ajraladi. Bu novdalarni juda qizdiradi. Bu suvni qizdiradi, bu turbinani aylantiradi va elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Shunaqa gaplar. Lekin oxir-oqibat 4 yil o'tgach, siz o'sha maxsus uranning yetarlicha qismini bo'lib yuborasiz va reaksiya samarali ishlamay qoladi. Bu ishlatilgan yoqilg'i endi yuqori darajada yadro chiqindisi hisoblanadi. Bu paytda chiqindi 238 va biroz qolgan 235 hamda ionlashtiruvchi nurlanish chiqaradigan juda beqaror atomlar birlashmasidan iborat bo'ladi. Bu ionlashtiruvchi nurlanish esa katta dozada juda xavfli narsa hisoblanadi. Bu ko'rinmas qo'rqinchli qotil bo'lib, tanamiz va DNKga ko'pincha o'limga olib keladigan tarzda ta'sir qilishi mumkin. Muammo shundaki, bu yadro chiqindilari juda uzoq vaqt davomida radioaktivligini yo'qotmaydi. Bu yerda 100 minglab yillar haqida gap ketyapti. Bu esa yumshoq qilib aytganda katta muammo. Asrlar davomida radioaktiv bo'lib qolishi mumkin bo'lgan chiqindilar katta muammo bo'lib qolmoqda. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ko'p yadro chiqindilari katta-katta quruq konteynerlarda saqlanadi. Bular ularni odamlardan saqlashga harakat qiladi. Ya'ni teskarisi, odamlarni ulardan saqlaymiz. Adashib ketdim. Bu konteynerlar o'nlab yillarga mo'ljallangan, lekin 100 minglab yillarga emas. Biz gapirayotgan muddat esa aynan shuncha. Uzoq muddatli saqlash variantlari esa mavjud va ba'zi davlatlar buni allaqachon amalga oshiryapti. Lekin hozir AQShda va ko'plab mamlakatlarda yadro elektr stansiyalari yonida shunchaki turgan ko'plab quruq konteynerlar bor. Xulosa qilib aytganda, biz uranni yer ostidan olamiz, uni bir marta ishlatamiz va keyin uni deyarli abadiy saqlaymiz. Bu AQShda bugungi kunda mavjud bir martalik yoqilg'i siklidir. Xo'sh, endi 1960-yillarda bu narsa Amerika Qo'shma Shtatlarida qanday qilib to'xtatilganligini tushunishga harakat qilib ko'ramiz. Eshitinglar. 235 ni ishlatib qolgan qismini tashlab yuborish xuddi qaymoqni ishlatib sutni tashlab yuborgandek emasmi? Xuddi shunday. Asosiy masala hali foydali bo'lgan narsalarni haqiqiy chiqindidan ajratib olishni o'rganish. Ma'lum bo'lishicha, argon AQShda hali ham shu ishni sinov qilayotgan joydir. Argon ushbu laboratoriya haqida video ham e'lon qilgan. Mana ular o'sha katta himoyalangan qutining ichida nimalar qilishmoqda. Avval ular yadro chiqindilarini mayda bo'laklarga kesishadi. Keyin ularni eritilgan tuzlar solingan idishga eritishadi. U idishda elektr tokini o'tkazganda uran va boshqa foydali materiallar keraksiz qismlardan ajraladi. Idishning narigi tomoniga o'tib, o'sha yerda foydali moddalar qatlami hosil qilinadi. Keyin ular shu moddadan yangi yoqilg'i novdalarini yasab, yana reaktorga joylashtirishadi. Buni faqat bir marta emas, bir necha marta qilish mumkin va bu nafaqat elektr energiyasi ishlab chiqaradi, balki chiqindilarning radioaktiv bo'lib qolish vaqtini ham kamaytiradi, chunki eng uzoq yashaydigan materiallar ishlatib yuboriladi. Bu vaqt 100 minglab yillardan ba'zan 100 yilgacha tushadi. Bu esa saqlash muddatini ancha osonlashtiradi. Agar buni amalga oshira olsak, yadro yoqilg'isi sikli quyidagicha bo'ladi. Siz uranni qazib olasiz, reaktorda ishlatasiz, foydali moddalarni ajratasiz va yana ishlatasiz va balki yana va endi ishlatib bo'lmaganda uni qisqaroq muddatli saqlashga qo'yasiz. Bu yopiq yoqilg'i sikli deb ataladi. Bu faqat nazariya emas, ya'ni Yaponiya kabi ba'zi mamlakatlar buni allaqachon amalga oshiryapti hozir ham. Ular buni qilishning asosiy sababi shuki, yoqilg'iga importni kamaytiradi, uranni tejaydi va yadro chiqindilarini kamaytiradi. Bu esa mantiqiy olganda to'g'ri. Nimaga endi Amerikaga o'xshagan mamlakatlarda bu programma yopilib qoldi? Sizga bir yoqimsiz xabarim bor. 1977-yilda prezident Jim Carter yadro urush xavfini kamaytirish uchun yangi siyosat e'lon qildi va bu barcha yadro qayta ishlab chiqarishni to'xtatardi. Nega? Chunki qayta ishlash jarayonida ajratib olingan materiallardan biri plutoniy edi va u yadro qurollarining tarqalishi uchun katta xavf sifatida ko'rilgan juda radioaktiv element edi. Shuning uchun prezident Jim Carter barcha yadro qayta ishlashni to'xtatdi. Qayta ishlashsiz ham barqaror va iqtisodiy yadro energiyasi dasturini yuritish mumkin. AQSh yadro chiqindilari ishlata oladigan tez reaktorlardan bugungi kunda mavjud bo'lgan yengil suv reaktorlariga o'tdi. Ammo Amerika Qo'shma Shtatlari qayta ishlashni to'xtatgan paytda boshqa davlatlar buni to'xtatmadi. Yadro qayta ishlashni taqiqlash yadro qurollarining tarqalishini to'xtatish uchun foydali deb ko'rilmay qo'yildi. Shuning uchun prezident Reagan 1981-yilda taqiqni bekor qildi. Bugungi kundagi eng asosiy muammodan bittasi esa yadro chiqindisini qayta ishlash arzon emas, juda ham qimmat hisoblanadi va iqtisodiy tarafdan foydali emas. Bu qisman to'g'ri, chunki yangi uran uzoq vaqt arzon va ko'p bo'lgan.
Ammo bu qarashlar o'zgaryapti. Global mojarolar yoqilg'i ta'minotini uzib qo'yishi mumkinligi haqidagi xavotir va imkon qadar tezroq ko'proq toza energiya kerakligini aniqlash biz unutib qo'ygan texnologiya va orzuga yana e'tibor qaratishimizga majbur qilmoqda. Biz bunga juda yaqinmiz. Bu ishlashni faqat orzu qilayotgan texnologiya bas. Bu allaqachon sinovdan o'tgan va isbotlangan texnologiya. Uni faqat tijorat darajasida olib chiqishimiz kerak. Hali umuman olganda yo'l juda uzoq hisoblanadi va ancha bor. Lekin agar biz yadro chiqindilarini qayta ishlay olsak, bu insoniyat haqida juda muhim narsani ko'rsatadi. Fikrimizni o'zgartirish va qo'rquvlarimizni yengish. To'g'ri, men hozir rivojlangan mamlakatlarda bo'layotgan voqealarni ko'rsatdim, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Yaponiya. Ularda atom elektrostansiyasidan o'tib, undan chiqayotgan qayta chiqindidan yana bir bor qayta elektr ishlash haqidagi ma'lumotlar ketyapti. O'zbekistonda bo'lsa, hali bu narsa yetib borgani yo'q, ya'ni atom elektrostansiyasi yo'q. Endi qurilishi mumkin kelajakda. Lekin biz ham aynan shu texnologiyalarga yetib boradigan bo'lsak, bir kun kelib tabiatga zarari tegadigan moddalardan qutulishimiz mumkin. Ya'ni issiqlik orqali, ya'ni ko'mir yoqish orqali yoki boshqa turdagi material yoqish orqali elektr ishlab chiqargandan ko'ra atom elektrostansiyasidan o'sha urandan elektr ishlab chiqarish ancha foydaliroq va qulayroq bo'ladi va bir marta ishlab chiqarganimizdan keyin yana bir marta ishlab chiqarishimiz bu yo'q joydan foyda hisoblanadi. Shuning uchun o'ylab ko'rishlaringni iltimos qilaman va agar eng kam qilib bera oladigan yordamlaring like va komment hisoblanadi. Rahmat.